Surxondaryo viloyatidanman. Ismim Tashiba Zulhumor. Belimda achishish og'riq bor edi. 1dan 5gacha sanab tik tura olmasdim. Qachon boshlangan bu kasallik? Bu 3 yil 4 yillar oldin boshlangan. Shu sustav gel vositasini ko'rganimdan keyin shuni buyurtma qilib oldim. 3 oy foydalandim. Boshida buyurtma berayotganingizda shubhalanmadingizmi? Yo'q, shubhalanmadim. Ishonch bilan buyurtma qildim. 4 kun 3 kun foydalanganimdan keyin o'zi birdaniga foydasi bilindi. 3 kun 4 kun ichida. Xolajon, assalomu alaykum. Alaykum. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Ismingiz, familiyangiz, yoshingiz, qayerdan ekanligingiz haqida? Men Surxondaryo viloyatidanman. Ismim Tashiba Zulhumor. 59 yoshdaman. Xolajonim, sizni asosan qanday muammolar bezovta qilardi suyak bo'g'imlari bo'yicha? Meni tos belimda achishish og'riq bor edi. 1dan 5gacha sanab tik tura olmasdim. Belingiz bezovta qilardi. Belim og'rirdi, bezovta qilardi. Qachon boshlangan bu kasallik? Bu 3 yil 4 yillar oldin boshlangan. Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz shu boshlanishiga? Endi bilmadim nima sababligan, doktorga ko'rinmaganman, lekin shu sustav gel vositasini ko'rganimdan keyin shuni buyurtma qilib oldim. 3 oy foydalandim. Ancha foydasi bo'ldi, yaxshiman. Shu paytgacha doktorga umuman ko'rinmagansiz? Yo'q, ko'rinmaganman. Sog'lig'im bo'yicha hech kim. Endi og'riqlar bo'yicha belingizda, oyog'ingizga ham berarmi? Ya'ni grija deb o'ylaganmisiz belingizdagi og'riqlarni? Bir grija deb o'ylaganman. Lekin grija bunday ahvolda qo'ymaydi deyishgandan keyin men sustav gelni buyurtma qildim. Sustav gel haqida o'zi qayerdan eshitdingiz? Qayerdan ma'lumot topdingiz? Sustav gelni shu telefonda ko'rdim. Telefonda ko'rib buyurtma berdingiz. Boshida buyurtma berayotganingizda shubhalanmadingizmi? Ya'ni bu narsa menga ta'sir qiladimi, ta'sir qilmaydimi degan ma'noda? Yo'q, shubhalanmadim. Ishonch bilan buyurtma qildim. Ishonch bilan birinchisidan buyurtma qildingiz. Buyurtma qildim. Endi kasalligingiz haqida yana bir savollar beraman sizga. O'sha belingiz og'rib yurgan paytda ishingizga qanchalik xalaqit berardi? Ya'ni o'zingizni qanchalik yomon his qilardingiz o'sha paytda? 1dan 5gacha sanagunimcha tik tura olmasdim. Ishlay olmasdim-da, bir qiynalardim. Keyin foydalanib boshlaganimda o'zi 3 marta 4 kun 3 kun foydalanganimdan keyin o'zi birdaniga foydasi bilindi. 3 kun 4 kun ichida. Shu 2026-yilda zakaz berdingiz birinchi marta. 25da. 25dan boshlab. Mahsulotni buyurtma berayotganingizda siz bilan bog'langan operatorlar sizni kasalligingizga qanchalik yaxshi diagnoz qo'ya olishdi? Ya'ni sizga qanchalik mahsulot foyda bera olishini tushuntirib bera olishdimi? Ha, albatta. Uni yetkazib berilishicha sizga yaxshi yetkazib berishdimi o'z vaqtida? Ha, o'z vaqtida yetkazib berdi. Keyin har haftada 2 marta holimdan xabar olib turishdi. Haftada 2 marta xabarlar olishdi. Ha, xabar olib. Uni birinchi marta surtishni boshlaganingizda qanchalik ta'siri sezila boshladi sizda? Qanchalik erta boshlandi ta'siri? Qancha muddatda siz mana shunaqa holatda tikka turishni boshladingiz? Men 3 kun 4 kunda o'zi foydasi bilindi menga. 3 oy mobaynida ancha yaxshi qomatim egilib turardi. Hozir qomatim mana yaxshi. Tik turibman. Yaxshiman. Hozir ham foydalanyapsizmi? Hozir foydalanmayapman. Hozir o'zi ancha tugadi. O'zi ancha yaxshi bo'lib qoldim, tugadi. Bu mahsulotni qanchalik boshqalarga ham tavsiya berasiz? Aynan xuddi shunday bel og'rig'i bilan og'riyotgan yoki tiz og'rig'i bilan og'riyotgan bemorlarga. Men buni ishonch bilan tavsiya qilaman hammaga. Juda yaxshi mahsulot. Ishonch bilan bemalol buyurtma qilib foydalansa bo'ladigan mahsulot. Hamkasblaringizga ham bu haqida aytdingizmi? Hamkasblarga ham aytganman. Bundan keyin ham yana tavsiya qilishda davom etaman.